o'rtoqlar, vatan qilaman degan insonlarga 2700 joy juda ham katta emas, kichkina ham emas. Hozir cho'rnoy holatida malarkali ish qolgan xullas. Tez srochni sotiladigan uy. Hozir faqat sotish uchun, reklama uchun emas, ya'ni havas qilgan insonlar like qo'yib, yaqin tanishimizga tarqatib olsa ham bo'ladi. Qurilishni ham obzorini qilib beramiz hozir. Chunki o'zimiz ustalar bilan o'zimiz tepasida turib qurganmiz. Mahalla Bektemir, mana bu yoq Food Cityga 2 kilometr atrofida. Intilish mahallasi. Hozir mana uy ichiga kiramiz. Keling ustaga. Mana ustalarning o'z tepasida turib remontlarni qilganda. Nima savollar bo'lsa kommentariyada bersanglar, общий taxminan o'zimiz ustalar bilan qilingan. Mana bu yoqda tashqarida hovli qo'yib ketilgan. O'zi kuzatayotgan bo'lsanglar, ko'p joylarda mana hojatxona tashqarida hovli qo'yib ketyapti. Zerona zonasi. Mana bu yerga shu zeren zona qo'ysa bo'ladi. Chiroyli qilib gullarni qo'ysa. Nobodo agar o'sha dizayn qilib, malarka ustalar, keyin landshaft qiladigan ustalar, unaqa ustalar ham hammasi bor. Muammo yo'q unda. Muammo yo'q. Ichkariga kiramiz. Bo'ldi qo'ying. Ichkariga kiramiz. Poltiga hammasiga to'pli pol qilingan. Bu yoq oshxona ham to'pli pol. Polni tayi to'pli pol. Mana bu yoq tashqarini mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana oshxona ham kengda bemalol. Ayol kishi ham bemalol ovqatini qilib, mazza qilib tashqariga qarab mana kayfiyati ham ko'tariladi. Ovqat ham shirin chiqadi shunda. Bu yoqda mana zal, mehmon kutsa bo'ladigan joy. Bu yerda ham shu mana mehmonlar, tanishlar, qarindoshlarni chaqirib o'tirib tashqari zo'r ko'rinadi. Mana batareya ko'rinishlari, mana turbalar chiqib turibdi, tayyor batareyalar ham. Hammasi olib qo'yilgan. Olib qo'yilgan. Ochiqligi uchun. Malakadan keyin qo'yib o'rnatib beriladi. Bu yoqda hozir svet bo'lmagani uchun shunday og'zaki tushuntirib ketamiz. Bu yoqda mana общий sanuzul bor, ya'ni tualet, hojatxonasi. Bu yoqda mana bitta kichkina xona. Tashqariga, orqa tarafga, qo'shni taraf bilan kichkina hovlicha qilingan. Havo kiradi, yorug'lik tushish uchun. O'zi odatda ko'p joyda shunaqa qilinyapti hozir. Yomg'ir suvlari uchun hammasi shu qoida bo'yicha o'ylab qo'yilgan, ya'ni bu yerda suv toshib, boshqa narsalar to'planmaydi. Hammasini o'zimiz tepasida qilganmiz. Mana to'pli pollarni o'zimiz qoidasi bo'yicha o'tkazilgan mana. Kollektorlari bitta joyda. Bu yoqda mana detskiy, bolalar uchun xona. Bu yoq qorong'i bo'lsa kerak endi. Bu yoqda endi qorong'i xona va orqaroqdan olavering. Bu yoqda sanuzuli bor. Boyaga o'sha kichkina xonaga chiqqan bitta katta oynasi ham bor. Mana elektritsiyalarini ham gapirib o'tketing. Xo'p. Hammasi to'nklari ham mana yaxshi mana mis simdan qilingan ekan, 2,5 lik baquvvat yaxshi simlardan qilingan. Chunki men o'zim elektrikaga tushunganim uchun aytayapman. Haqiqatan simidan ayashmagan ekan. Hammasini bu yoqqa olib tushilgan. Kir-urishda bu yoqda anaqa bo'ladi. Avtomat. Xo'p, hovlini shundoq kirgan joyida mana o'ng tarafida pastida o'sha kotelni bo'ladi. Podval. Podval qilib o'rnatsanglar ham bo'ladi. Mana zinalari ham chiroyli quyilgan. Chiroyli chiqilgan. Shunaqalari, xodlari zo'r mana. Kovkalar, perilalar, yana boshqa nimadirlar qo'shimcha xizmatlar bo'lsa, hammasi o'zimizda ustalar hammasi bor. Ya'ni boshlarni qotirib, asabiy bo'lib, qidirib o'tirilmaydi. O'zimizda bor, hammasi. Mana bu Bu video o'sha tayyor bitgan boshqa uyimizni, obyektimizni videosi namuna sifatida qo'yib ko'rsatib ketyapmiz. Bor. Shu holatida sotib olinsa ham bo'ladi. Tepa nima bo'lar ekan? Mana sen zo'r odam keling. Men nimasiga qiziqdim? Xuddi ertaklardagi uylarga o'xshaydi. Skaska. Ha, skaska-da bu haqiqatan chiroyli. Keyin montaj pullari to'langan. Bu yerda aka anaqalar ketgan. Santexnika polni xizmati rasxod qilingan. Qachon kim olsa o'rnatib beriladi puli. Tekin yog'i. Hamma puli to'langan. Anaqasi yo'q.
bo'ladigan nechi pul taxminan? Buni 76 ming bo'lsa berib yuboramiz shu turishiga. Joyida kelsanglar yana kelishtirib beriladi. Lekin savdolashgan sunnat baraka bo'ladi. Kelib savdolashsanglar o'zi tushuntiriladi hammasi. Tok qayerdan o'tgan, simi qayerdan o'tgan, trubasi qayerdan o'tgan, hammasini ko'rsatib tushuntirib beriladi. Chunki o'zimiz qurilishida qilganmiz. Buni kanalizatsiya temasi mana ko'chaga ana qilingan, Shuhrat aka. Ko'chaga olib chiqilgan, olishxonaga alohida, tualetga alohida mana aka. Tortib olib ketaveradi любой payt. Mahalla gaz, svet, muammo. Gaz, svetdan muammo yo'q mana, hamma yo'q, ko'kalamzor, bir chiroq daraxtlar o'sib yotibdi. Yo'li ham mana asfalt tekis mahalla. Katta ko'cha, tupik ko'cha, kengina, fayzli xonadon bo'ladi, xudo xolasa. Mana aka. Xullas